Ana sizga surprizu, mana sizga surpriz. Negativchilar tayyormisizlar? Unda biz boshladik. Mana bug'doyning boshog'i. Kim yomonlasa, mana shu bug'doyning boshidagi gulini urug'i. Jonlaring sog' bo'lsin. Akalar, ukalar, mana shu bug'doy haqida yomon fikr bildiravurdilaring. Negativ fikr bildiravurdilaring. Qo'qon shamolida yotib qoladi. Ana shu Qo'qon shamoli bo'ladi. Ko'rsatib qo'yay sizga Qo'qon shamolini. Qo'limdagi metr bo'ladi. Bu bilan sizga Xudo xolasa har bir metrini kilalab o'lchab beraman. Jonlaring sog' bo'lsin akalar, ukalar. 2 donagina olim kelib, fanga asoslanib, yana qaytarib aytaman, ilmiy fanga asoslanib, mana shu bug'doyni 1 metriga 1 metr joyini o'lchab, boshini o'lchaganmi, gulini o'lchaganmi, bilmayman, qayrini o'lchab, hoji buvomga matematikani teskarisiga aylantirib berib ketibdi. Nima deb ketibdi aytaymi? Bu 1 gektari 110 sentner beradi deb ketibdi. Voy, 110 sentner deb meni qo'ynimda puchongoqqa to'ldirib ketmaylar desa, aniq beradi Xudo xohlasa deb olimlar ketibdi. Endi fikr bildirib qo'yinglarchi bug'doy haqida. Bug'doy haqida endi fikr bildirib qo'yinglarchi, nima bo'ladi bilmayman endi. Jonlaring sog' bo'lsin. Aytmoqchi, obuna bo'lib qo'ying. Endi paxtani boshlaymiz. Paxtani Xudo xolasa tan sentyabr oyida ko'rsatib chiqsam, ha deb chiqmasligingiz uchun paxtani ham qo'yib boramiz. Kechirasizlar, o'zimga pasha kirib ketdi. Jonlaring sog' bo'lsin. Fikrlaringni bildirib ketarsizlar. Mana bug'doyning guli. Bug'doyning gulini ko'rganmisiz? Mana shu mayda sariqlab bug'doyning guli bo'lar ekan. Jonlaring sog' bo'lsin.